Cho'pon aytibdiki, Alloh azza va jalla o'tinni chiroylisini olovdan saqlayapti ekan, yaxshisini, insonni yaxshisini nega do'zax azobida kuydirsin? Endi bitta savol. U daraxtni o'sha eng ishga yaraydigan, ajratib qo'ygan qismlari, u daraxtni daraxt bo'lishida eng ko'p xizmat qilgan qismlari-da, eng baquvvat qismlari. O'shaning uchun u cho'pon bolalari uni alohida olib qo'ydi. Nega? Uni o'tin qilishga ko'zlari qiymaydi, undan boshqa narsa qilmoqchi. Xuddi shunday biz ham. Xuddi shunday biz ham. Qanchalik qiyinchiliklarga pishib, tovlanib, muammolarni yengib o'tib,